Onam kasal bo'lganlari uchun Umra safariga mahramsiz bora olmaydilar. Onam uchun Umra safari savobini olishi uchun maktab yoki masjidga pul xayriya qilsam bo'ladimi? Turmush qurgan qizi qilsa ham bo'ladimi debdilar. Demak, bu savolni o'sha onaxonni turmush qurgan qizlari savol beryapti. Bemor bo'lganlari sababli va hamroh bo'lmagani sababli umraga borolmayaptilar. Mablag' yig'ilgan. U mablag'larni bemalol xayriya ishlariga, ayniqsa sadaqai joriyalar deymiz, yo'l qurilishiga, ko'prik qurilishiga, maktabdir, masjiddir, bog'chadir, shifoxonadir, o'shanday ishlarga, umuman musulmonlarga foydasi tegadigan ishlarga sarflash juda ham savobli ish hisoblanadi. Chunki umra sunnat amal, farz emas, sunnat amal. Uni endi imkon bo'lmay qolgandan keyin uni mablag' sarflashda hech qanday monelik yo'q. Lekin haj farz bo'lgan inson, o'sha haj mavsumi kelib qolsa, ya'ni bizda navbati kelib qolsa, u odam u mablag'ini, hajga yiqqan mablag'ini boshqa yoqqa sarflolmaydi. Sarflash mumkin emas. U endi faqat hajga sarflash kerak bo'ladi. Agar shunday bo'lib turib ham sarflab yuborsa, endi u gunohkor bo'ladi. Chunki uni ayni zimmasiga farz kelib turibdi. Navbati kelib turibdi. Lekin navbat kelmagan bo'lsa, shunday bir xayriya ishlatib qolsa, pulni ishlatishi mumkin. Unda muammo yo'q. Lekin farz bo'lgan inson, zimmasiga farz bo'lgan inson navbat kelib qolganda, u boshqa joyga sarflolmaydi. Umradan farq qiladi hajniki.